Endi bu guruhdagilarga mana bu sen o'zingnikini va oilangni ichidagi narsalarni bularga aytishing shart emas. Bolalar, men sizlarga bugun bitta narsani o'rgataman. Har doim qaysi gapni kimlarga aytsa bo'ladi-yu, qaysi gaplarni kimga aytish mumkin emasligini o'rgataman. Bo'ptimi? Qaranglar, buni bitta misolda keltiraman. Mana bitta kichkina dumaloq chizamiz, doira. Buni ichini fioletga bo'yaymiz. Bu sizlar. Endi yon atrofiga yana bitta doira chizaman. Bu oilamiz. Oilamizdagilar. Endi yana bitta doira chizaman. Bu do'stlaring. Endi yana bitta doira chizaman. Bu notanish insonlar. Endi qaranglar. Mana bu fioletoviy nuqta, bu sensan. Bu fioletoviy nuqtada sen bo'lishing mumkin. Bunda faqat o'zingga tegishli orzularing, qanaqadir sirlaring, seni qiynayotgan narsalaring o'zingga turishi mumkin. Faqat o'zing bilasan. Shu klub ichidagi odam biladi. Yoki menga yoki dadangga aytishing mumkin xolos. Boshqa hech kim bilishi shart emas. Orzularing, seni nimalaring haqida. Endi ikkinchi klub oilamiz, sen, men, dadang, Nurmuhammad. Bu yerda oilamiz bilan bo'layotgan narsalar. Kundalik mana gaplashishimiz, o'ynashimiz, uyda nimalarni gapirayotganimiz, faqat shu oila a'zolariga tegishli gaplarni faqat shu oila a'zolarining ichidagilar bilish kerak. Endi mana maktabdagi do'stlaring, sinfdoshlaring, boshqa to'garakka borgandagi sinfdoshlaring, qarindosh mana Sabina opang yokida ammalaring, shunaqa qilmalaring shu klubga kiradi. Endi bu klubdagilarga mana bu sen o'zingnikini va oilangni ichidagi narsalarni bularga aytishing shart emas. Tushunding? Bular bilan kundalik maktabda bo'lgan voqealaring, kayfiyating haqida, boshqa televizorda ko'rgan narsalaring yoki kitobda o'qigan narsalaring haqida, kun davomida bo'layotgan narsalaring haqida gaplashishing mumkin, lekin oilangni ichidagi yoki o'zingni ichingdagi narsalaringni bularga aytishing kerak emas. Endi mana tashqaridagi klub kimida bular? Notanishlarida. Endi bu notanishlarga sen hech qachon oilang haqida, o'zingni orzularing haqida, qayerda yashashing haqida, adresing, shunaqalar haqida umuman sirlaring yoki boshqa narsalar haqida notanishlarga aytmasliging kerak. Tushundinglarmi bu klubda qanaqa narsaligini? Tushundinglar-a? Oilani ichida o'zing biladigan va oilani ichida gapiriladigan, do'stlar bilan gaplashadigan va begonalarga nimalarni aytish mumkin? Begonalarga, masalan, O'zbekistonda yashashingni aytishing mumkin. Shunaqa umumiy oilangga yoki shaxsiy narsaga tegishli bo'lmagan narsalarni aytishing bo'ladi. Boshqa narsalarni aytishing kerak emas. Tushunarlimi?